Xudo bizni yaxshi ko'rsin. Buning uchun yaxshi ko'radigan qiliqlarni, fe'llarni qilaylik. Odamlar dilini ranjitmaylik, ozor bermaylik. Sunnat erimish kofir bo'lsa berma ozor, ko'ngli qattiq dil ozordan Xudo bezor deyapti. Sunnat ekana salla nima? Ozor bermaslik. Ka'bani buzib yuborsang ham mayli, Qur'onga o'tib yuborsang ham, lekin insonning imoratini nima? Allohning imorati mana qalb bo'ladi, dil. Kim mana shu imoratni bilsa, Xudo undan qahrlanadi, g'azablanadi, nafrat o'tini sochadi o'sha bandasiga. Endi mana ba'zi bir odamlar soqol qo'ymayapsan, sunnat qilmayapsan, salla o'ramayapsan deb 1.200.000 ta sunnat bor. Hammasini hech kim qila olmaydi. Men ham qila olmayman, Mulla Nuriddin ham qila olmaydi, Shayx Muhammad Sodiq ham qila olmaydi. 1.200.000 ta sunnatni kim qila oladi? Hech kim qila olmaydi. Bitta, ikkita, uchta, to'rttasini qilmasa odam gunohkor bo'lib, kofir bo'lib, badbaxt bo'lib ketmaydi. Osh bormi? Olib kelinglar. Sher go'sht qilib. Ajaldan bir kuning qolsa osh yemay o'lib bo'lmas, agar osh yemay ketib qolsa janozasini o'qib bo'lmas degan mashayx. Bir kulinglarchi, bu to'yda shodlik kerak, sevinch kerak, xursandchilik kerak. Maza qilib o'tiringlar. Sher go'sht qilib chiniga solmay laganda olib kel.